qizi ko'p odamlar ulamoga murojaat qilganda, endi tug'iladigan farzandingning otini Muhammad deb qo'yaman degan, shu o'g'il bo'ladi degan gapni tegini topolmas edik. Hadisda bor ekan, kitobda bor ekan. 3-chi keltirilgan hadisda, qaysi onani qornida bola turmasa, desa agar, shu tug'ilajak farzandimni ismini Muhammad deb qo'yaman desa, o'sha bola yashab qoladi dedilar. Yana aytadilar, taom yeyotganda, mu'minlar jam bo'lganida, maslahatlar, mashvaratlar bo'layotganida yoki tijoriy aloqotlar, bu shartnomalar tuzilayotganda ichidan bitta Muhammad degan odam bo'lsa, shularni hammasiga Allohning barakoti yog'adi dedilar. Birodarlar, shuncha odamning ichida bitta Muhammad degani bo'lsa ichimizda, shuni sababidan Allohning barakotlari, xayrlari yog'ar ekan. Ismoil Haqqa aytadilar, Muhammad nomini hurmatlashlik